Qanchadan beri Latviyadasiz? Latviyaga kelganimga 4 oy bo'ldi. Qanaqa qilib Latviyaga keldingiz? Latviyaga kelishim kutilmaganda bo'ldi. Men Latviyaga kelish haqida do'stlarimdan eshitdim. Worldwide kompaniyasiga bordim, ularda eshitib, shu tariqa vizani qo'lga kiritdim. O'qishga? O'qishga-da. Kontrakt uchun qancha to'ladingiz? Kontrakt uchun 4000 euro to'ladim. Qaysi yo'nalish? Qaysi universitet? Computer science yo'nalish. Qaysi universitetda o'qiysiz? RTU. Riga texnichеская universitet. Bu universitet sizga yoqqan tarafi, yoqmagan tarafi? Yoqmagan taraf ko'rmadim, chunki universitet juda ham mukammal darajada. Dunyo bo'yicha top 800 talikka kirgan universitet. Shunga yarasha diplomini ham kuchi ko'p joylarga o'tadi. Yoqmaydigan taraf ko'rmadim, to'g'risi. Bu yerda faqat o'qiysizmi yo ishlaysizmi? Ham o'qib, ham ishlayman. Sir bo'lmasa nima ish qilasiz? Hozircha to yaxshi kirish olgunimga qadar hozircha odamlarga fast food tarqatyapmiz. Dastavka. Dastavka. Talabalar uchun yomon joyi yo'q. Da, shunaqa. Oyiga qancha pul topasiz? Oyiga dastavka qilib 300 evrolar atrofida topsa bo'ladi. Oylik xarajatingiz qancha? Oylik xarajat где-то 400 evrolar atrofida bo'ladi. O'qish bilan xalaqit qilmaydimi dastavka? O'qish odatda bo'lingan bo'ladi. Bir xil darslar ertalab bo'ladi, gohida bir xil darslar kechga bo'ladi. Shu orada ko'p vaqt bo'lib qoladi. Misol uchun, ayrim darslar 6 dan keyin boshlanadi, ayrim darslar soat 2 gacha tugashi mumkin. Shunga qarab chiqib ketaversa bo'ladi dastavkaga. Bu yerga kelmoqchi bo'lgan talabalarga nima maslahat berasiz? Bu yerga kelmoqchi bo'lgan talabalarga Bu yerga kelmoqchi bo'lgan talabalar, aynan men universitetimga kelmoqchi bo'lgan talabalar realni o'qishga tayyorlanib ketsin. O'qish qiyin. O'qish qiyin, chunki RTU o'zining nomi bilan 800 talikka kirgan universitet, shuning uchun o'qishga tayyorgarlik ko'rib kelish kerak. Agar ishlash masalasi bo'lsa, boshqa yo'lda ko'rgan ma'qul deb o'ylayman. Riga o'qish uchun to'g'ri kelmaydi. Ishlash uchun to'g'ri kelmaydi. Ishlash uchun to'g'ri kelmaydi, aynan RTU universiteti. Aynan bu universitetda ishlash to'g'ri kelmaydi. Shunaqa. Rahmat kattakon.